8-yanvar kechki soat 11:30. Partamizni usti to'la gul. Mana bo'laponcham. Mana bo'laponcham. Uyni ikki bo'lib to'la uxlay demaydi, ko'zchalari katta ochiq buni. Mana siz qolib ketmaysiz. Dada bilan nanani azob berib o'tiribdi bular. Ana dada. Dada ertalab ishga ketishlari kerak. Nana ertalabdan barvaqt tikish qilishlari kerak. Lekin bu ikkita shaytonchalar uxlashga qo'ymaydi, mitichalar. Bunisi ovqat pishirish bilan ovora bunisi.